uyga odam keldi, yotishini qara. Salomlashmaysanmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu meni katta o'g'lim. Qizim hali keladi, bog'chada. Bu Zamir oping. Endi menga uy ishlarida yordam beradilar. Sizlarga qarab turadilar. Bu singlari Zaynab. O'zinglar kelishib, o'rtoq bo'lasizlar. Zaynab, meni o'g'lim sal chatoqroqda. Shu qizlar bilan hech chiqish olmaydi. Men o'g'il bolalar bilan yaxshi chiqisha olaman. Yaxshi ekan unda. O'tib chiqish olamiz, xotirjam. Yaxshi, yaxshi. Zamira, o'zinglarni xonanglarga kiraveringlar. Xo'p, opa. Bemalol. Xo'p, rahmat. Oyi, oyi, Ha, Behruz? adam biladilarmi bu xotinni bu yashashini? Biladilar nima qilibdi?